Keksalar, ota-onalarimiz bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki hukumat pasportlar va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq muhim o'zgarishlarni qabul qildi. Bu o'zgarishlar ayniqsa yoshi katta fuqarolar, nafaqadagi insonlar, hujjatini ko'p yildan beri almashtirmaganlar, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar va davlat xizmatlaridan foydalanadiganlarning barchasiga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, ortiqcha murakkab atamalarsiz tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kim shoshilishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi xatolar ko'p uchraydi va amalda nima qilish kerak? Videoni hozirning o'zida like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlarni o'z vaqtida bilish ko'pincha odamni ortiqcha sarsonlik, jarima, navbat va asabiylikdan saqlab qoladi. Avvalo, muammoning ildizini tushuntirib beraman. Ko'p yillar davomida fuqarolar asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida pasportdan foydalangan. Kimdadir eski namunadagi pasport bo'lgan, kimdadir biometrik pasport. Keyingi yillarda esa ID karta tizimi joriy qilindi. Amaliyotda odamlar, ayniqsa keksalar, ko'pincha bitta narsani chalkashtirib yuboradi. Ichki foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat boshqa, chet elga chiqish uchun hujjat boshqa. Ya'ni ID karta kundalik hayotda, bankda, poliklinikada, pensiya masalalarida, davlat xizmatlarida, notariusda, telefon raqamini rasmiylashtirishda kerak bo'ladi. Xorijga chiqish pasporti esa mamlakat tashqarisiga safar qilish uchun kerak bo'ladi. Avval odamlar bitta pasport bilan ko'p ishlarni bajarishga o'rganib qolgan edi. Hozir esa tizim bosqich alohida hujjatlar asosida ishlashga o'tyapti. Hukumat qabul qilgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi fuqarolarning hujjatlarini zamonaviy elektron tizimlarga moslashtirish, shaxsni aniqlashni tezlashtirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish, firibgarlik va hujjatdagi xatolarni kamaytirishdir. Lekin qog'ozda bu ish yaxshi ko'rinsa ham hayotda, ayniqsa yoshi katta insonlar uchun savollar tug'iladi. Mening pasportim hali yaroqlimi? Menga ID karta olish majburiymi? Pasportim muddat tugasa pensiyam to'xtab qolmaydimi? Kasal bo'lsam, o'zim bora olmasam nima qilaman? Chet eldagi bolamnikiga borish uchun qaysi hujjat kerak? Mana shularni men birma-bir tushuntiraman. Oldin qanday edi? Fuqaro belgilangan yoshga yetganda pasport olardi, keyin ma'lum muddatlarda almashtirardi. Pasport muddati tugasa, odam ichki ishlar organlari yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga borib, hujjatini yangilardi. Ko'pchilik nafaqaga chiqqandan keyin hujjatini unchalik tekshirmaydi. Sababi odam doim bir joyda yashaydi. Pensiyasini oladi, poliklinikaga boradi, bozordan xarid qiladi. Ko'p joyda hujjat so'ralmaydi. Ammo bank kartasini yangilash, miros, uy-joy oldi sottisi, subsidiya, pensiya qayta hisob kitobi, sanatoriy yo'llanmasi, notarial ishonchnoma, telefon sim kartasi, sud yoki ijro hujjatlari kabi holatlarda pasport yoki ID karta darhol kerak bo'lib qoladi. Ana shunda muddati o'tgan, familiya yoki tug'ilgan sana yozuvida xato bo'lgan. Yashash manzili mos kelmaydigan hujjat odamni qiyin ahvolga soladi. Endi nima o'zgaryapti? Davlat hujjatlarni elektron bazalar bilan yanada bog'layapti. Shaxsni tasdiqlash jarayonida ID karta asosiy ichki hujjat sifatida ko'proq qo'llanadi. Eski pasportlar muddati tugaguncha yoki qonunda belgilangan davrgacha ishlashi mumkin, lekin yangi xizmatlarda, ayniqsa elektron xizmatlarda ID kartaning afzalligi katta. Bu degani barcha keksalar ertalab yugurib borib hujjatini almashtirishi shart degani emas. Lekin bu degani har bir fuqaro o'z hujjatini tekshirishi, muddati qachon tugashini bilishi, pasport yoki ID kartadagi ma'lumotlar boshqa hujjatlar bilan mosligini ko'rishi shart degani. Men amaliy misol keltiraman. Masalan, 72 yoshli otaxonning biometrik pasporti bor, muddati 2007-yilgacha. U hech qayerga chiqmaydi. Pensiyasini bank kartasiga oladi. Doimiy yashash joyi o'zgarmagan. Bunday odam vahima qilmasligi kerak. Lekin pasport muddati tugashiga 3-6 oy qolganda hujjatni yangilash masalasini oldindan rejalashtirgani to'g'ri bo'ladi. Chunki oxirgi oyga qoldirilsa, navbat, sog'liq muammosi, to'lov, fotosurat, ariza, ma'lumotlardagi xato kabi masalalar chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi misol, 18 yoshli onaxonning pasportidagi familiyasi nikoh guvohnomasida boshqacha yozilgan. Pasportda Karimova. Nikoh hujjatida Karimov Rahimovna yoki tug'ilganlik guvohnomasida harf farqi bor. U uyini farzandiga hadya qilmoqchi bo'ladi. Notarius hujjatlarni solishtirganda ma'lumotlar mos kelmaydi. Natijada avval hujjatlardagi xatoni tuzatish, keyin shaxsni tasdiqlovchi
hujjatni yangilash kerak bo'ladi. Mana shunday holatda pasport o'zgarishlari oddiy almashtirish emas, balki butun hujjatlar zanjirini tartibga keltirish masalasiga aylanadi. 3-misol. 7-5 yoshli bu Rossiya yoki Turkiyada yashayotgan qizining oldiga borishni rejalashtirdi. U ID kartasi bilan aeroportdan o'taman deb o'ylashi mumkin. Yo'q, bunday holatda xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ichki ID karta mamlakat ichida ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti rasmiylashtiriladi. Shuning uchun keksalar safar oldidan kamida 2 oy avval hujjatlarni tekshirishi kerak. Samolyot bileti olingandan keyin pasport muddati yetarli emasligi aniqlansa, chipta almashtirish, viza, taklifnoma, sug'urta kabi masalalarda ortiqcha xarajat paydo bo'ladi. Kimlar birinchi navbatda e'tibor berish kerak? Birinchidan, pasport muddati tugagan yoki yaqin 6 oy ichida tugaydigan fuqarolar. Ikkinchidan, 6 yoshdan oshgan va hujjatini ko'p yildan beri qo'lga olib tekshirmaganlar. Uchinchidan, pensiya, nafaqa, nogironlik, meros, uy-joy, yer, bank omonati. Kredit yoki notarial hujjat ishlari bor odamlar. 4-dan, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. 5-dan, yotoq holatidagi nogironligi bor, o'zi davlat idorasiga borishi qiyin bo'lgan fuqarolar va ularning yaqinlari. 6-dan, hujjatida ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy yoki yashash manzilida farq bo'lganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning amaldagi hujjatingiz muddati o'tmagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, siz davlat xizmatlarida muammo ko'rmayotgan bo'lsangiz, chet elga chiqish rejangiz bo'lmasa, demak siz shunchaki vaziyatni nazorat qilib turishingiz kerak. Lekin menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Men ekspert sifatida har bir oilaga shuni maslahat beraman. Uyda keksalarning hujjat papkasini ochib, pasport yoki ID karta muddati, JSHI raqami, tug'ilgan sana, familiya va ism yozilishi, yashash manzili, pensiya hujjatlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mulk hujjatlarini bir marta solishtirib chiqing. Bu ish o'timi daqiqa vaqt oladi. Lekin keyinchalik haftalab yugurishning oldini oladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hujjat muddati o'tgan bo'lsa, odam shaxs sifatida yo'q bo'lib qolmaydi. Pensiya olish huquqi ham avtomatik yo'qolmaydi. Lekin amaliy xizmatlarda muammo paydo bo'ladi. Bank yangi karta bermasligi mumkin. Notarius bitimni rasmiylashtirmaydi. Ayrim davlat xizmatlari arizani qabul qilmaydi. Safarga chiqishda chegara nazoratidan o'ta olmaysiz. Demak, huquq saqlanadi, lekin undan foydalanish qiyinlashadi. Ikkinchi nozik jihat, keksalarda barmoq izi, imzo, fotosurat masalasi ba'zan muammo bo'ladi. Yosh katta odamning qo'li titrashi, ko'zi yaxshi ko'rmasligi, sog'lig'i imkon bermasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda mas'ul xodimlarga vaziyatni tushuntirish kerak. Agar fuqaro umuman bora olmasa, yaqinlari vakolatli organlardan sayyor xizmat imkoniyati bor yo'qligini so'rashi kerak. Hamma joyda bir xil tartib bo'lmasligi mumkin. Lekin nogironligi bor yoki yotoq holatidagi fuqarolar uchun alohida tartiblar va murojaat qilish yo'llari mavjud bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat, ishonchnoma hamma narsani hal qilmaydi. Ko'p farzandlar onam bora olmaydi. Men o'zim pasportini almashtirib kelaman deb o'ylaydi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda odatda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, fotosuratga tushishi, biometrik ma'lumotlari olinishi kerak bo'ladi. Shuning uchun farzand hujjat topshirish jarayonini tashkil qilishi, navbat olishi, to'lovni qilishi, onasini olib borishi mumkin. Lekin ko'p holatda onaning o'rniga butun jarayonni yakunlay olmaydi. Bu xavfsizlik talabi. Chunki pasport yoki ID karta boshqa birov nomiga noqonuniy olinmasligi kerak. 4-nozik jihat, yashash manzili masalasi. Ayrim keksalar 20 yil oldin bir manzilda ro'yxatda turgan, amalda esa farzandinikida yashaydi. Hujjat almashtirish, davlat xizmatlari, pensiya bo'limi, poliklinika, kommunal masalalarda manzil nomuvofiqligi chiqishi mumkin. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, ro'yxat masalasini ham tekshiring. Chunki ID karta yoki davlat bazalaridagi manzil keyingi xizmatlarga ta'sir qiladi. 5-nozik jihat, xorijga chiqish pasportining muddati. Ba'zi davlatlar pasport muddati safar tugagandan keyin ham kamida 3 yoki 6 oy amal qilishini talab qiladi. Masalan, siz pasportingiz 4 oy amal qiladi deb xursand bo'lishingiz mumkin. Lekin boradigan davlat yoki aviakompaniya pasport muddati yetarli emas deb rad qilishi mumkin. Shuning uchun chet elga chiqishdan oldin faqat pasportim bor demang, uning amal qilish muddatini aniq tekshiring. 6-nozik jihat.
hujjatdagi bitta harf farqi katta muammo bo'lishi mumkin. Masalan, eski hujjatda o'g'li bir xil yozilgan, yangi bazada boshqacha ko'rinadi. Familiyada apostrof, harf otasining ismi yoki tug'ilgan joy nomida farq bo'ladi. Bank, notarius, sud, kadastr, pensiya tizimida bunday farqlar avtomatik tekshiruvdan o'tmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirishdan oldin yoki keyin barcha asosiy hujjatlarda ma'lumotlar bir xil yozilganini tekshiring. Endi amaliy maslahatlar. Men sizga aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam: uyda hujjatingizni qo'lga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID kartaning berilgan sanasi, amal qilish muddati, seriya va raqami, JSHR raqamini ko'ring. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli qo'shningizdan o'qib berishni so'rang. Lekin hujjatingizni begona odamga berib yubormang. Ikkinchi qadam: hujjatdagi ism, familiyani boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, mulk hujjati, bank shartnomasi, kadastr hujjati bilan tekshiring. Agar farq bo'lsa, avval qaysi hujjatda xato borligini aniqlash kerak. Ba'zan pasportdagi xato tuzatiladi. Ba'zan FHDYO hujjati bo'yicha aniqlashtirish talab qilinadi. Ba'zan sud orqali faktni belgilashga to'g'ri keladi. Har bir holat alohida. Uchinchi qadam: yaqin oradagi migratsiyasi va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Hududingizda qaysi organ hujjat qabul qilishini oldindan telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali aniqlang. Navbat tizimi bo'lsa oldindan yoziling. Keksalar uchun alohida imtiyozli navbat bor yo'qligini so'rang. Borayotganda eski pasport yoki amaldagi ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, yashash manzili bilan bog'liq hujjatlar, to'lov uchun mablag' yoki bank kartasini olib boring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, bu o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'ladi. 4-qadam: to'lov masalasini oldindan biling. Davlat boji yoki yig'im miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Ayrim toifalar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim falon pul to'lagan degan gapga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. To'lovni imkon qadar rasmiy kassa, bank ilovasi yoki ko'rsatilgan qonuniy usul orqali qiling. Hech qachon tezlashtirib beraman degan begona vositachilarga pul bermang. Pasport va ID karta masalasida firibgarlar aynan keksalarni nishonga oladi. 5-qadam: agar fuqaro kasal, yotoq holatida yoki nogironligi sababli bora olmasa, yaqinlari avval tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati yoki shifokor xulosasini tayyorlab, vakolatli organga yozma murojaat qilsin. Murojaatda fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, manzili, telefon raqami, nima sababdan o'zi bora olmasligi, qanday xizmat kerakligi aniq yozilishi kerak. Onam yura olmaydi, ID karta olishda yordam so'raymiz deb umumiy yozish mumkin. Lekin iloji boricha dalillarni qo'shing. Murojaatni Davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki tegishli tashkilot qabul qilish tartibiga qarab yuboring. 6-qadam: chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, ID karta bilan kifoyalanmang. Xorijga chiqish pasportingiz borligini, muddati yetarliligini, familiya va ism aviachipta bilan bir xil yozilishini tekshiring. Masalan, chiptada Mahmudova deb yozilib, pasportda Mahmudova bo'lsa, ayrim hollarda muammo tug'ilishi mumkin. Ayniqsa lotin yozuvidagi transliteratsiya masalasiga e'tibor bering. Safar oldidan buni aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. 7-qadam: yangi hujjat olganingizdan keyin uni darhol tekshiring. Odamlar ko'pincha hujjatni olib cho'ntagiga solib ketadi. Men esa maslahat beraman. O'sha joyning o'zida ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR, jins, muddat, hujjat raqami va fotosuratni tekshiring. Agar xato bo'lsa, darhol ayting. Keyin uyga borib aniqlansa, yana qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. 8-qadam: hujjatlaringizdan nusxa olib qo'ying. Asl hujjatni uyda xavfsiz joyda saqlang. Telefoningizda yoki farzandingiz telefonida suratini saqlash mumkin. Lekin uni begona guruhlarga, notanish odamlarga, firibgar saytlarga yubormang. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari orqali kredit, SIM karta, soxta shartnoma bilan bog'liq firibgarliklar bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksalar pensiyangiz oshadi. Pasport rasmini yuboring degan qo'ng'iroqlarga ishonmasin. Yana bir muhim masala: farzandlar va nabiralar mas'ul bo'lishi kerak. Ko'p hollarda keksalar qonun o'zgarganini kech eshitadi, internetdan foydalanmaydi. Davlat xizmatlari tizimiga kira olmaydi. Shuning uchun agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat o'zingiz uchun emas, ota-onangiz, bobo-buyingiz uchun ham tekshirib qo'ying. Ularning hujjati muddati o'tib ketgan bo'lsa, ularni ayblamang.
Tinch tushuntiring, birga bo'ling, navbat oling, kerakli hujjatlarni papkaga joylang. Yosh katta odam uchun bitta idoraga borish ham katta stress bo'lishi mumkin. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. Qonunchilikdagi o'zgarishlar odamlarni jazolash uchun emas, tizimni tartibga solish uchun qilinadi. Lekin tartibga moslashmagan odam amalda qiynaladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l vahmi emas, tayyorgarlik. Hujjatni tekshirish, muddatni bilish, zarur bo'lsa almashtirish, xatolarni vaqtida tuzatish, rasmiy idoraga murojaat qilish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Agar siz keksangiz yoki uyingizda keksa ota-onangiz bo'lsa, bu gunoh 3 ta narsani qiling. Hujjat muddatini tekshiring, ma'lumotlar to'g'riligini solishtiring. Zarur bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat rejasini tuzing. Agar chet elga chiqish rejasi bo'lsa, xorijga chiqish pasportini alohida tekshiring. Agar sog'lik sababli borish qiyin bo'lsa, yozma murojaat va tibbiy asos tayyorlang. Xulosa qilib aytaman, pasportlar va ayda kartalar bilan bog'liq o'zgarishlar hammani qamrab oladi. Lekin eng ko'p e'tibor keksalarga kerak. Chunki ularning hujjatlari ko'pincha eski, ma'lumotlarda farq bo'lishi mumkin. Davlat idoralariga borish esa oson emas. Oldindan harakat qilsangiz, muammo bo'lmaydi. Oxirgi kunga qoldirsangiz. Pensiya, bank, notarius, meros, safar yoki davolanish masalasida kutilmagan to'siqlar chiqishi mumkin. Sizning pasportingiz yoki ID kartangiz muddati qachongacha amal qiladi? Hujjat almashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, mahalladagi yoshi katta insonlarga yuboring. Bitta o'z vaqtida aytilgan ogohlantirish kimnidir katta sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.